huzur qahralarını endi qo'limga oldim. Men Oyun tapamayvatında yürüme şahar. qarabdim, aytsan kirma. Ballarni uyg'otding. 100 kun. Kızlardan gözün kolun göde görünüyor. Ölmegeni gözettinler. Acayip. Bu da avadarsız da bu da. Turunkan mankası bir gözü kısa oldu. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Bana geldin. Kızım, geldiniz mi? Mushundaq baxtli minutda vaqtning o'z joyida to'xtab qolishini to'liq orzu qilaman. Huzur to'yg'isiti atganchayi yedingdan onamning mehrli yedini topaman. Huzur to'yg'isiti atganchayi. Ha, Jawdat, chaqchaq saknasiga tayyorliqmi? Endi oldirmasam kechikma. Ha. Kechni qaytarishingizda bolaning zakisga kirishni unutib qolmang-jumi? Bu vaqtni deysan-ku. Qiziq gap qildi ekansiz. O'zimizning bolasi bo'lganki, yaxshisini ishlatamiz-da. Uning ustiga albuaqning yaxshiligini kim bilmaydi deysiz? Bilaman. Mening albuaqning zakisi cho'nqanday gap qilsana. Maqlan. Maqlansa. Nurali. Ey, meydanı bağışlayırken nerede işlemeye karkına? Oka. Cübür yazdım. Niye? Bire işlendi bundan bir boşluğa tuttu. Neyime geplendiysek ha? Mesela gelip kino artistlerimiz gibi bas kinocu. He. Kinodaki futbolcular gibi bas futbol oynavadı. Rap tutuqallar kelganda rap. Ben bu programda riyasetçilik deb chaqagan dalg'asi talantlarning o'zing yomon joriy qildirishni yaxshi bo'lyapti deydi. Rahmat aka. Sen qaysi kuni bir kinolarni o'rabada, kinonchilik. Undan keyin futbol o'ynab bada. Obrazlarni bir xil keltiryapsan. Men nima qilibman degini. Nima qilsam degini. Ey, ovozlan to'ralamsan sen kelib ovoz berdigan ishlarga sen kelib. Ovoz o'zlaridan bermay aka men. Qanday qilmamsa? O'liklargami? Ya shamollaga. Shamol. Aslida shamolman. Vay maqna. Yo, işte berimiz shu. İşte taqlidiy ovoz deymiz. Birimda ovoz qilib do'rapaqa bir masalan bir obrazlardan da xalq bildigan bir obrazlarni. Xalq bildigan obrazlardan qanday obrazdan deysak aka? Men bir ovoz bergan filmlardagi obrazdan. Lekin men rasga qilsam unda ovoz bergan filmlar deb to'shaq bir filmlarga ovoz kirib ketgan ishlar yo'q. Hamda ancha-munchalik karton film deymiz. Hamda bir bolalarningki bir narsaga ovoz berib baqqan. Masalan, unda qismliq-chu. Berib baqqan, lekin japosi yamanjiq, puli yomon oz ekan degina buningki. Bu xizmatniki. Shu faqat og'irliq chiqmay ekan. Şu an kim beğenmedim koşakmeli. Hazır aşımda sen bir deppakına bir kör bakın seninkini. Mesela ballarınkini belki ballarının avazını mında doğrugan. Mesela ki sana ballan opera yakamene. Kudu. He? Uzur çok sönsünü sen kıldın mı? He, ben kıldım. Üyedicik adam ba mı? Beşcik. Konca adam ba? He, iki tarafta 5'ten 10 adam oturuyordu. Keyin sonundaki yani birden orundık çalıp 11 kıldım. 11 kıldı. Balam 6 kıldı neçe? 6'ga 6'ni 11. He 11 kıldı balam. He, sen çoğun olsan neyim bulsa? Çoğun bulsam sen de yaxşı adam buldum ben. Azrak bulam neme dedim ben maçarma balam. Sen azrak. Deydiğinəm qara yaxşı oqığım balam. Herkes işe Men de qoqama. qoqama. Men de işte. Qanday qo'sang faxrlansan oldu. Qanday faxrlanma aka? Ya aka qilib o'taketda.
Kiyitip izgit gayret üçün. Başka bir avazdan doğrap. Garip sayatniki de. Doğralam sen. Ben kömeptim ben o gün hani. Yıkındı koyduk o. Sen o konunikini doğrap bakın. Sonu Baştan konuşma. bırak avaz verip bakın. Sen neyim bu perser kapının da? Ustaz. Usta. Şu açtan avazı addi şu. addi. Sen mi birdimden doğrayamasan ya. To'xtatdi. Başlık ha? 3, 2, 1. Hukum. Ustaz. Ozroq shoptirlar kegina. Ben bu etraftan tek kadın tapamadım. Ya o'tganda ma tog'ning ustida akagining yomon bir xil qichishtirib ketdi degina odam bir mavzusiga. Ustaz. Altı taraftan en yaxşı ötmeylimi ki? Modiş bravatıdı. Kim bor deb turdi? Bu yerda çokum ilaki pas so'ng kalmasdı. Nalik ayol bu? O Qo'zilik mikin? Kechdi chaqira o'tirib o'tiraylik. Okurtun zencosunu aldım mı bu? Ozruğu verip oynaylı demem sen mi? Başqa bir kilayla unda. Kim pul ver şununkini maqtaysa, hazır şunda dever. Ya nimanikini? Ayliqi nimalarni to'ralamsa masalan Simbanikidiki. Simban Simbada? O'riq chashqan bor. Orak çaşkan mı? Sen Simba çaşkan verip. Men endi bunda tuzli do'rayman ovoz kelmaydi ekan meniki. Simes. Ha? Mana Qayoqqa? asal uğurlap yeymiz. Qanday asalni? Yo'qon saptavanı. Hazır kasetle bir çalışıp tuttuğum mu? Sapla meyatan ki bu. Sen eshitdim bo'lmaysan ekan. Men sening majdaxligingni bilib, bugun mana shu hozir chaqchaq programmasiga yomon katta bir ovoz artisini chaqirdim. Çakadın mı? Bunda qilib yursang buzi sevasa ovoz so'rayman. Nurg'at odamlar ranjitib qolding ovoz. Ben doğrayım demedim, özden doğrayalım sen diye Cevap ver. Bo'ldi desang bo'ldi-ku. Ya boludu dedim, isim oturayım ben onda Men olsa. bugun nimani chaqirdim bo'ldi unda qilsam. Nemini çakadın? Gulzardam. Ya ben Gulzardam tonamsan? Qaysi Gülzar adam? Gulzardamni bilmamsan, bu davlatlik birinchi darajalik ovoz artisini. Gulzar Nurdinni uqmamsan? Bunda familsin dememse. Abiyamnaq bagi ovozlaring taqib qo'ygandiki, ashma taqib etay dedim. Bunda eldiranla cıqtı kıyasın. Aysa birisi isim dursun. Chaqiraydi, neden de? Bekçildak Gülzar Nurdin neden de? Gülzar Nurdin neden ben yaxşı gördüğün en yakın işqa bir xil ko'nglimdan biri yerdir tatib turgan bir adam. Do'rashini ovozdan do'rashini. Vaqra unda Gulzardamni. Gülzar adam nima? Unda sen e'lon qilasın men chaqamsam ya. Gulzardam unda olsa, ilqi nimning ovozini bergan ku Lesiyanikini. Ha, ko'rimsiz qiz Lesiyanikini. Ya Lesiya. Tuzuk ismini chaqamamsa? Lesiya. Yo'q qo'ysan chiqmaydi. Kimni Gülzar adam chaqamamsa hurmat bilan. Ya Gulzarada? Yo'q, unda uyasi chiqdimi? Ya men Ya qonunda biz biroq yana bir qaysi ovoz bergan filmlarni desang chiqdi u. Gülzar Nurdin adam desan chiqa? Gulzar Nurdin. Qani? Shu nimga ovoz bergan? Ha, nima? 100 kunlik xotindagi Gomirin deb. Ha, ashuni vaqtda. 3 2 1 Gomirin. Ni Chaqaganmi yoki xato chaqirib? Vay bo'ldi, o'zining vaqi xalq haqiqiy. Yana bir ko'samli kumjo. Kumjo. Vay, u yo'q. Shoyanzildigina shu vaqtda chiqdi. Shoyanzi, Malik Xonjodiki. Shoyanzi. Qani chiqamda, chiqmamda. Qanotalar. Voh! Yaşgayla. Tumanning yili yaşgayla. Qanotamga salom. Voy, rahim. Salom. Ha. Uy, qanotan imandaq baqiraydilar. Ben bu yerdan jiddiy ishni hal qila olatdim. Neymişdi? İlhodin kaptidek Cevdet degan chaqchaqchi silni boshlab opamizsam huzur chaqchaq sahnasini u qalaymaqan qilmoqchi. Bu lekin sizni aldamoqchi. Aldıсын, men uningdan tanmoqchi. Tanmoqchi. Ha. Maqchi. Anladım, men saqchi. Mushu programmani mushu men bilan tanmag'amiz, huzurning mahsulotini sotmoqchi. Voy, Mustaqil programmani buzmoqchi. Ya, da kagining yomon qo'shildim. Voy, asli Cevdet bu yer ekanda. Bu yer ekanda. Qo'shu eliq dramalarga nayt tushdiqda. Deb bunda qilayotgan bo'lsang odamlarni. Cevdet degan sizkansizda? Ha? Debchi? Ya men Ofteqmi biraz qo'ydi. Voy, Voy, men voy, bino demakchi o'g'lim.
Palancın çakrayla desem, qara bu bir xil ichki tormikin desem, unda emas. Voy, yüzüm tükürüp Voy, tükürüp. filmda to'xtabdi gapni olma. Xil oqat kelgandim ishga. Bak yaqin gapimigina og'zim puraydi. Ma hozir qahvalarni ichib og'zimni chayqasam. Ya şu çakrayla desem, benim bu voy, onu men doğrayma, çaqama, men doğrayma deydi. Bu yaqsa yaxshi oldu. bek yolurib bek bejarga qo'yib. Ashta Bas qilsam qo'ygan munda turib aqli. men Bıçak ay- ovozdan doğrab ish qo'yimdan degana. Ya ovoz Riyosatchilikni o'rnidan. sen qilsang, Ha. usulni oynasang, Ha. ha. Shahrulxonni doğrasang, sen doğramagan nima qoldi endi? Gap. Men doğru. Hammamiz o'zimizning kasbini qilaylik, unda qilma. Ya da unda da Ovoz berayotganlar ovozimiz Acayip payız para qilding, ha. O'zimiz qilaylik. Hammamiz o'zimizga tushgan kasbni qilaylik, juma. o qo'shib ketgani. Ya ama özünün don Qo'shiqqa mushtaqa muzik kirishtiraylik. Bo'ldi, jidal qilmanglar. Chaqchaqni jo deb qilsin. Riyosatchilikni sen. Ya hozir almashdik edi. Ishdami? Ha, chaqchaqni men qildigan, riyosatchilikni men qildiganqa. Taqinda kim bilsa da kela. O'tiramda. O'tiramda. Qayoqda o'tirma, oyoqda oyoqda. Mayli, mushtan degan gap istab, rasm ochdan o'g'anchi. Oldimdan o'tib ketdim. Keyin do'stan chatashqa. Please. Please. Thank you. Ha. Özün yürüpse. Sen kim o'tidingmi? Degan jiq choshlamadi, abayoq chambarchilik o'ynashdanlarmi nima? Boshlarda nurg'on qizlarni ashqan safarda. Nurg'on qizlar o'tirib Yaxshi qolgan. turibsizlar. Yaxshi edi o'zancha. Amay, charchamay, obdan yaxshi kelding. Voy, erib, charchab, yaxshi kelmadi qada biz. Sen misha turibsan, gap ochmidin, bu yoqda o'tma. Ashaq ketadi unda. Bo'ldi, sho'da. Riyasetçi. Bu yoq men taklif qildi. O'zidni atayan keldim ada. Men tavsiya qilgan. Shunda programma. Vay sen tavsiye qilsang ovoz doğraysa degine. Hey, Ha, bu doğru. ikkisining o'tirdi jidal qaldim. Birisi oyoq tatidi, birisi oyoq tatidi. O'tirdi qolgan g'ajabni tasga. Voy, qanday qilaman? Unda bir chetda o'tira desa, men tarafga o'tamsa, a tarafga o'tamsa, ikkimizda birsini tanlamasam ama program. Hadi aç Gonco'nun avazı bilen. Acab gapdan bilan tepedi ekansan. Senin gibi. Ha, Kumjo. Atiyandin kechgacha aldirash ishladingiz. Men hisob ketdim, men birov huzurni qahvalarni qo'ymamsiz. Momamdu. Kechgacha Kumjo bo'lmaydi o deb. Shu ashadin kechga qoldim. Men huzurning qahvasini ichsamsiz, qo'niyosizmi yoki Qahvani ichma. qahvami? Ha. Chunki men qarang yaqinda bir roman yozdim. O romanda qahva to'g'riliq yozdim. Qahva xuddi hayotga o'xshaydi. Ba'zilarga qahvaning ta'mi qirtoq, ba'zilarga tanlik tetiganiga o'xshash, ba'zilar hayotdan huzurlanib, ba'zilar hayotdan zarrinib yashaydi. Huzurning sizga pul beribdi-da. Kumjo. Vah! Huzur qahvalarini endi qo'limga oldim. Men kim pul bersa shuning maslahatini tavsiya qildiganlardan emas. Keldimi? Qaysarkan bo'lganmasa beshi kelib ketadi-da. Endi his qilyapsa o'zingligini. Ha. Cho'lpan keldim Qaysarni doğurgandan. Ha, shu Hozir ma'noda buni doğurganda u. Sen o'zing sapib berib olsang, ada. Endi undan boshqa Mening- nima basan? Mening hayotim haqni xop qilishlardi go'zal. Ha bu tabi. Ya, Uning bu uning ishni xapliqni bitishmaydi badiliga kerak. hozirdan ichib o'zingni Ras qilib olar huzur bo'ldi. ishpa. Ha. Ha, huzur ishmay qizil bo'g'ishchaymiki? Ha bo'pti. Nima bo'lsang bo'lar, bo'g'ulamsa, yo'ldosh Bo'lar, bo'larsan, ha? qilsang mayli ish qilib. Bugungi Javdatning programmalarini yaxshi qilsanglar bo'ldi-ku. Biraz gepimizden bulup gitip kaptık. Ben bugün Ha. ma programıma yaman kattı bir yani bir Vay boldiqda chaqiravergansan. To'xtamay adam chaqir. Hakikat adam to'xtamaydigan demekan. To'xtamay adam chaqirgansan. Ha, bu chaqirsanlar, ha, men yolg'iz qoldim bu ikkisini Ha, o'tirib. kim turadi? Sen mesela bu ishimizda birsin tanlig'ini atrab ketamiz, matrab kelamsa, aniki chaqiramdi. Ko'p u. Ha, jo. Ha, mana ko'rdingmi? Ha, sendan tanmoqchi. Hey. Ha, Ama bugün çişimde teksen ben ya qaqın özün bilse. qanday tish doktoridan birini chaqir qo'ydingmi? Ha. Kim o? Muratcan Muhtar. Ay, Muratjon, dedik muzikant. Ha. Ya mandal deb qo'yibdi. Sen shunday. Özlem Men ekime rast- to'xtab tursam ish qig'iningga ras yaqinlik. Dedim-ku, ana, mushuni kelsa, Ha. Ya Muratjon- o'zi chaqchaq sahnasini malaman qilib. Muratcan kelama bizning bir yaxshi kompozitor, shunday Desa, gapdan- ijodiyatchi. Ha. Ishonmasan kela aqinam qanday avalan? Kela adaş yaxshi avalamatmi? Qanday avalim? Kela adaş Oy. Muratjonni ko'zingga tiqima bugun endi. Kela adaş o'zing yaxshi o'tasan. Rocha apandi. Atasak buluyor. Yaxshimi? Voy. Yaxshimi? Voy, qanday Ben kim o? Yaxshimi? Voy, meni Kimdir? o'tirib Ovoz qilib Ben kim o? Ha? Ha. Nurali şuma emasmi bu? Ve gap. Çolpan keldin yaman
Oğlayım ben şu. Yaman anlayma. Görme emas. Nurali. Muratjon. Nurali, senin kulağın tutqa her qanda er birdemde isming deb bo'ldi. Ya Muratka, lekin men shu ovozimni o'zgartib degan bo'lsam topalamtınız. Başdan başlaplam. Tapımız. Başlama. Albatta, siz ovoz artistini baribir Gulzar Nurdandan qilolmaysiz. Uy, biladigan. Muratjonni sen topolmaysan. Hozir yuzko'y tashlab baqa birdamda topdi. Ya bunda gap Adam Muratjon hayotga ko'z bilan emas, dili bilan baqqashib qo'ydi. Bunda yeri bor. Nima qarasamni ko'raman, qaramagandan bir şey bu. Qadam Muratjon damaz yo'g'onchi kada qoldi. Ya aldılar oturamdık aka. O'ta, ham kelurdigan vaqtda keldimi? O'tiraylik. Ha, yaxshi gapsizlar Muratjon adash. Yo'q qo'shildi. Yaxshi gapsiz Gulzar aka. Muratjon Rahmat. bek qarab ketma, u o'zining Atraf bilan ishlaydi. Bek tez Chiqmaysan, ya'ni uni Sekreterligini ijaraga o'tirayotganlar. Ben tavsiye qilib Ha. Sen o'zingni parangni qilgan gibi biz muhabbat. Hozirmi ya sayısçangda ketdi. Hozir men Gulzardan ko'zing qo'lingga ko'rinib. Xo'sh, qo'lingni rangi deyman, rangi bek asti qoladi ha. Chunki bu kirgan rang bilan chiqqan rang o'xshaydi. Men Nurali girim kamera qo'yg'achqa ashno so'ytimingni siqar. Biroq Gulzardan kirib birdamdan cho'qasam Nurali tarafga ketmoqda. Muratjon sen kelmagansan chataqdi. Ikki tarafdan qiziqchilik ko'mganini ko'rsatdinglar. Ben tüniga telefon qilib, adash, başta bir program bor desam, chataq yo'q dedi. Men qo'lim ko'ksimda dedi bu. Eluga aloqalashayotgani. Nim degan desam, ay ko'zingning bari shayko dedi. Biraz başladım. Ya Murat aka, amda men shu ko'z masalasini bak nima deb ketdik-ku. Amda bu yerda qanday bo'lmasin, azroq bir kayfiyatni ko'tarishni asos qilyapmiz-ku aka. Ilaqa O'z deb birdi. bu chaqchaq-ku aka, ilaqa ko'ngil kelgan ishlar bo'lmasa. Chaqchaqni men qilsam sen nim kechirib so'raysan. Şunu taklif qilding-ku meni pulga. Muratjon mush emas, o'zga mas'ul chiqqan. Elyaman turib ko'zga solmayın abi. Ya aka, mushu odamlarni süt ko'ralamsiz bo'lmasa yaqinarlikdan. Ha? Yaqinarlikdan. Qarasamni ko'raman, qaramagandan şey. Ya masalan, Javdatkamning chiroyi qandaroqdi bir tasavvur qilib baqsangiz deyman. Javdatniki chiroyi men bunda qarasam. Mosaykal ko'rinadi. Ya, undaqa emas. Shunda suzuk. Ha. Shunda mehrlik, noyat suzuk chiroydan nur yig'ib turadiganli ko'rindi menga. Voy, esil aqina. Bo'zdirning qahvalardan baq 2 yoshga ala adash. G'o'ljiniki sap havosida, g'o'ljiniki sap suyini ichib, mana paqrab cho'ng'an bo'ladi. Voy, bunimi to'g'rilab bo'pti. Ras gap qilmabdi. Meni yaxshi Qilib qilib menga hozirning qahvalaridan ba'mi senga to'xtamayman men. Ya, ada, sen qanday ko'rindi Javdatkam? Javdatni Qo'ymichi deydi. yo'q, unda demayman. Nim deysa, sen bir nima bilan deysa. Yo'q. Ha. Biz bo'lsaqmi ras gap qilaylik. Raska qilib baqa ada. Alkol degan basini. Ana ada deysiz, men dedigina. Apning yaqashini olib Oshtal chalib chaqiratdim men buni. Javdatning garchi yuziga tushgan qo'riqlar qo'riq besib ketgan bo'lsam, yurkida yo'q deb o'ylayman. Appoq bu balning. Anglag'ansa, Sen bir siyitiga sog'andek so'zlashsan. To'yindan o'rgandim. Va do'yin kitobdan yotadigan bo'lar. Nuraliga o'qi er kishini maqtsang bek ko'ngli bearam bo'ladi. Yüzdeki siziqchiliklarni ko'rgan bo'lsam, meni saqlardan nimpaqim qoldi. Bu Muşna yursim yaxshiga deyman ben Javdat. Eli oqkan, eli ko'kkan, aqvobdi, ko'kvobdi deb yurganda mush inson yaxshi emas. Bir akamiz bir so'rinda tutdi menga. Shuning bilan uka, men pulni chiqaray, not doktorxonalarga borib ko'stib, davoltib saqaytdilar degan. Yo'q, bo'lmaydi. Desam, "Voy, nima ish bo'lmaydi?" deb mushna kunim yaxshiga meni desam, "Nima ish saqaytsa bo'lmaydi?" deb. Mening Şinjangda tunuydigan adamam bakchi qaytadan tunish to'g'ri keldi ular deb qo'ydi. Va shu Gulzar Nurdan xonim oldimda turib ko'rsam qapulamış debda. Unimay o'tkazsam qapula u chaqda. Bo'lgan shu bosh cho'ng shu. Bo'pti Muxtar Kajuma, bugun kelganman qip qiziq. Dadam ismini deding-ku bo'pti. Dadam mendan cho'ng bo'lgan.
Çoğundan gelsin aka. Nurali'nin demek çoğuna ana familiyası yok şu. Şu Nurali muhtar olmakçı. Ya aka bugün kelgan hep qiziq kostyumingizmi shunda yarashibdi. Lekin Qizil ko'rinib o'tamdi bu. Muratcan, to'g'ri Nurali rang qarg'usi. Sizni ko'rib o'xshash bo'la olay deyotdi buni. Biz Muratjon bek rahat yashaydi ekan. manga o'xshash bo'lmoqchimi? Son qomidi. Alışıp alıdığını o. ma Javdatga ham havas qilyapti. Ikki qo'lim tiqibsan o'xshash. Unda bo'lmoqchi. Nurali'nin ko'zini qarchiqni ishchi qartib etam. Bir ömür işçi qarab o'tdi. Yalnız o'g'anlik o'zini o'zi qo'qdab deyman. So'rinda esa ba'zi qiziqishlar bo'ldi-chi. Ha. Birisi bir xil qayt tag deb ketdi bu ko'masi to'g'riliqcha. Senga ko'magan ekan, ana qilsa. Senga ko'magan ekan, ana qilsa, buni qilsa. Devagan deb qo'ydim. Seni ko'rgan nima foydasi afka? Ulan bunda Javdatlardek boshqa bunda so'rinda o'tirgan bolalar ko'rganni bildigan odamlardek o'tiradi deb qo'ydim. Bu ko'rganni bilmaydigan deb qo'ydim. Qilganni bilmaydigan deydi-ku. Ko'rgan. Muratga sizning yurtingiz 90dan a? 90dan a. Ha, Turpan 90dan. Ma Gulzaradan bilan birgalikda ishkanlar. To'g'ri. Voy ya. To'g'ri davos yo'qsa, ada. Voy o'tgan qidim Cho'lpan keldi programmastim dedim. Sen 90dan deb 90dan emas. Men 90, Aqsuning 90 ayesi. Aqsuning 90 ayesi. Şunun qaraganda sen sana bir isim qalmaydigan, isimdan chiqmaydigan bir narsa aytamisan bo'lmag'rak. Ha. Do'stim Hojira Qasimning 90 haqidagi she'rining bir muqaddimasini deb beraysan. Ha. 90 desem oynar yürükim. 90 desem yayrar can tenim. Hiç qanmasman bag'ringga sening, tug'ilsammu yana min qitim. 90 asli 9 su demak. Bağları gül, suları elvek. Zep oynaydı yürükim herden. Havası sap oynaydı yürek. Endi isim tutup olgansa? Voy, isim. Muratga sizdan-chu 90 qil o'zgartib bir deyiting ha. Ya şu 90'ni davotgandek esiq ketdi. Hozir vaqo qaramday. Kendik neni ko'rmagan kim? 90 qara 90. Şu birlise yo'qsu bu yerda. Kiyimingni haqdan degine. Qo'y qilsang jursa bir ömür poqsu. Hozir qo'y qilmay sho'qsu deb yurib olganlar. Bu 90'da qiziqishlar oldu. Burun bo'ron bek chiqatdi-ku. Hammamiz bilamiz-ku, bo'ron ko'p chiqdigan ya. Shu. Hozir yer bo'ronmi shalongdab ketdi. Qanday desanglar, odamlar anglag'achqa bo'ronlarmi anglig shanba kun chiqdi qarang. Bunda gap urumchi yog'sa 90'ı chiqdi bo'ronlar. To'g'ri. Urumchida yomg'ir yog'sa 90'ı chiqdi bo'ronlar. Ha. Ha? Shunda bo'ron chiqibsa, gapni keltib ketdim orallar dedim. 90 degan hisobda Shinxa. Ha. Shinxa hisobda. Shinxa 90 islamlik 90 davotgan o'xshab deb o'ylab qoldik emas. Ahangdash. Neni ilib o'tgan gapdi? Shun chiqmish qoldi-da. Mushu Muratjon dedimki deyman. Neni o'zi ko'rmagankin-chu. Ben odatda bir narsani tutmasam ishonmayman. Ba'zi naqshlarni ep qilmaydi deb qarang. Bir xil bo'lib qoldik emas-chu. Masalan, bir naqsh bor-ku. Bir tush ko'rdim, ayon bo'ldi, tushimda bir naqsh bor. Biz esoq bir tutdim, ayon bo'ldi deb esoq qildik ekan. Baribir ko'rmagan kimman. Ko'rmasak o tushni nima qilamiz degan. Ya tutgan narsiga ham ishinamsak undasa? Ha? Tutgan qilam. Sen anglamaganmi? Ming ko'rgandan bir tutgan O'zini bir tutquz qo'ya aka. Ha? Bo'ldi. Javdatga. Javdat tutuldik mana bugun mana. Hozir qahvalardan Muratjonga. Bir tutyapsizmi? Shundan hozirlanib ichim deganimizda. Og'zini tashlayapti. Og'ziga tushib ketdi juma. Bo'ldi. Deb qo'ydi-ku. Muratjon ko'rmaganiga itib. Baş atrofdagi ba'zi birlar da qo'ymiz aslında. Ya o'zimni og'ingiz yo'q tushib ketgan pulab bo'lsin pakiz 70 shundami adash? Shu. Xotirjam bo'ldim. Savolni boshlamdim. Nechta kirdim?
Bundan tip bağa sual ne çıkırdın Bu Çolpan Gel programmasida amaldan qolgan Nerede davet. pulun var? Ha, hazır işte dağıttım ha. Ne- Bu programda. Mening yeshini bilamayli o'tib ketib bordi. bu. Deppeme de nim Yo'q, deppamayman. Herkes Ver hozir qahvalarda necha eshik dasangmi demayman. Deme eylem hadi 67 kirdin birisi dedim ha. O'zimni shuni yeshim degil kelganmidi. Vay o çok çakılı. Bol man kelgan şerat ular. Başlama. Rola kirketse ağızlarını bozup. Bizim Nureli birnim attın ağzı. Muratcan şefinin biloducuma da. Zühre'de qandaqroq bo'lsa, o'sha o'yin ko'rib o'tasanmi da odamga mikrofon berib qo'y. Ya Zökre Kerem adam mı bakan ko? Ha, opet yakı keynin bu kaptı da. Yaxshi endi ko'rishdik. Ben bayağı kelgen bir köygen ben bayağı. Ama Muratcan radyoda chiqib ko'rganda. Onun ustiga hozir radioni ko'gil bo'ldigan bo'lib ketganki. Rasa. Zökre adamın çiçi kaysıranda aka. Ha? Çiçi. Büdüreligini bildim o. Onun silah oldu. Ko'ngil ko'rdik ya buni. 174'te riyasatçılık qilayotgan vaqtida talab qildim men. Dilnor Abdullah bilan Asqar Raqibni lapran talab qilsam birdan qo'yib berdi, ko'rib o'tirdim shuni. Hozir men Zühre'den deb davatmasa Murat oyoq qarab paxtliq kempit yemedi. Gap qila oladigan paxtliq kempda. Hada ben hoş olduk. Sen aralashib o'tdamish 107 ga o'xshashlar. Astag'firullah, maylamsa. Obay bak chiq gaplarga yondan aralashdim o'zimning qalbida. Yemadi da. Chiq gaplarni deb o'tadi, obay mikrofon bermabsizlar. Mikrofon şu an, endi berdik. Bo'lmagan bo'lsa, endi gap qilinglar aralashma. 107 dep otlama aka. Sen gap qilmasa 108 o'g'andiki. Nechida deydimsiz? Ha? Nechida deydim? Ma neçe numara yaraydı ma programda. Bu programga nomer ish qilib bersak, xeyli bir nomerga yaraydi. 100 nomer. Zehra nimaning sababidan? Hozir qahvalarining sababidanmi yoki? Eng muhimi shu, uzr qahvalarininki. Eng muhimi Oyoq uzr o'taqalashni talab qilib turibsiz-ku. Tuzumamda ma'nilib qardi yozir. Qilinglar, qilinglar ey. Çay mı bu? Muratcan hemen anlaydı cuma deb qo'yay. Açığım tekrar gözüm geçtim göremeydim. Aka. Bizda qaza avvalon yaxshi bo'ldi. Men Dilshatdan qaza avvalon ko'rale yaxshi bo'ldi abdamba. Muradi de tunuvağın ya aka Dilşat'ta yakşı mı? O'zi ishga san tunayvermasinlar. Ajoyib bugun bo'ldi. Javdat endi biz o'rlashtirganmiz. Huzurniki program chaq saynizmi? Şu bu programı katılın. Gayet yaxşı oldu. Hızlandırdım bakayım. Acayip. Uzun avaz artısı da bu da. Çok yazıyor. Acayip bir verken de. Acayip. Ahmet yar olsun. Rahmet. Rahmat Dilshatga rahmat. Ya aka işte yaksa mı tunuvağın ağzındayım ha. Ya beni yakşı görürken aka. Sen programmangni mı yaxshi ko'rgan tursan, o'zingni albatta. Sen yaxshi ko'rsan bo'ldi. Rahmat. Ben tık diyeme laka ayrıyamasım ki deptim ha. Bu programınki sunukun oldu. Birden ayakta, birden ayakta. Rast. Ben keyintiyle qağa vaqtida asqatda vulkonda deme şapıdlı düşüdü. Aşında qılıp 13 san qılıp qalbli ketip barmız 90 neçe müşkilatlarını Upluk payda bo'lgan saray qiziqchisidagi. Muştan beşin sılavatqa mə örümçü de az. Başka şu seni jugatayotgan beshinglik chambirak yaşı var. Nurali igiz bir yetim tushganda hikoya qilding o. Yüci verden aka. Bilmem Özen kılıp, özen külüp, başkalarını külde Bu deyim. çattığı yok, açtaqlı depla adamın ko'ngli bearam qıvatıdı, edesin lan. Özün sahne soğan degen kızdı şuna qilgandi. Ha. Uçup kören Muratkan doğru düşündük yani beni. Hazır saqlag'u bir-biringlarni ko'ram. Bizgu bir-birimiz ko'ramiz, saqlamizlar bir-biringlarni ko'ramoqlar.
Bir-biringlarni ko'ramaysiz. Nima gap bu? Bizga Shundaymi shu? Faqat sapasi yo'q aka, mushtatganman mushaqchaqdan. Muhammadjon, men bunday o'ylab qoldim, qara Muratjon. Mayaq qara baribir Gulzarda mening hadis ketgan. Qarimsin bo'la sana. Bo'ldi, qarilib budildin degan to'g'ri gap. Muratjon, men necha qitim degan gap bo'lsa 100 oldim dedi. Şuna bu programmamda şundaq ilyapmiz, buzulyapti, har bir son silkiyapti, tillayapti. Maqsad nima desam, mening programmamda o'tib ketmasa deyapti bu. Qog'inni. Siz bu Nuraliyni nima ish chaqirib keldingiz? Meni Davudqa kim bildi, Urumchida riyosatchi deb desam, eng yomoni men demasmi bu? Birisini chaqiryaptim buni. Nurali riyosatchilarning yoshlarning ichida eng oldida men mana shular ko'rmayapti. Hozir javob. Hozir javob. Naq maydon. Odamni yetlab mang'olaydi. Shunda qo'shib ketdi. Men qilgan programmada Nuralini maqtashlardigina. Sizga navbat keldi. Aldırma yetilen daha. Bu tek toyuncusu o. Sorular qiziqishlar oldu ki. Şu ba'zan odamlar yumurni so'zlasa bir xil kulmay o'tirganlar sizlar ayta bo'g'ilgansizlar ba'zi chaqlar so'rib qatnashsizlar. Mendim qatnashsizlar aqchan. Bir so'rinda shunday kayfiyatimiz yaxshi, shunday chaqchaqlarni qilib o'tirdik. Yarim soat o'tgandan keyin yenimda o'tirgaylik adam. Qo'limni shunday tutdi. Men bu inimizni shu yodlab olgan chaqchaq do'rashlarni deydigan o'xshaydi desam, xili yomon emas chaqchaq qildik-ya bu inimiz deganda. Aka, chaqchaqni uftungizmamisa desam, uxmayamisa dedi. Nima ish kulmaysizmi desam, o'shaqmaydi dedi. Ya bu Muratkamning başlaylık avaz doğraş kabiliyetlerim bek başlıyor. Ben ançımınçı körüp, ben hayran kalganda. Va Gülzar Nurdun xonimi deganman ovoz arsizlik intan bermadi. O'zim yo'qqa ketdim keyin. Qatnashdingiz bo'ldi degan ha? Oshda degan edim. Biroq Muxtarjon menga shu bir naqshning katta naqshning birini yozib bersangiz, ondan sizga mahoratlarni o'rgatib qo'yma. Bo'lmasa laqilang desam, shu yo'qqa ketib qara. Sen paydaga dömüşkendigine. Endi shu Men yo'qqa ketishimning sabab bo'ldilar dedim. Nima uchun deganda, Muşlarning neyini tatı ama. Ya umumu shu. Shu derishga qarab ovoz yuradigan ekan-ku. Odam yo'q ovoz yurib qo'ymaydi. Mashinalarga daraxtlarga berib o'tirkasizmi? Siz shunday qilib. Ya bu şu Gülzar adamniki avazlarını anlagam akabrın. Oy, anlagan Shoyanzniki. Eng dastlabki shu filmda ovozni anglab, noyatimi ish qilib, jarangliq. Bizga ovoz bo'ldi emasmi? Biz ba'zi kinolarga hozir 3 adam bilan ovoz yuradigan ketib, qaysi obraz, qaysi Onu bildi. bilgilmaydi. Bazen kinolarni amdilik bizma ko'zimizdan ko'rib, adam almış doğan eken avaz okşaş olsun mu? Biz ayıramayız bazı vaqtda. Lekin qarınlar yo'q. Lekin Muratkamla bu anlığa avaz qaytib chiqayotganda aka, ayırıp bulamaydı-da, anda okşaş adamda avaz beriverdi. Ba'zi chaqda ovozning inchik tonlarga qarab uqolmiz uni. Anglab uqolmiz. Bizmi yomon bo'lib ketdik-da aka. Shunday bo'ldik. idarada chempion qilgan shu Muxtarjonlar proqasi bor, Muratjonning. Anlab turibdim zil holatda. Tushmabdi. Men bir qiziqatdim-chi ovoz arasida. G'ayratkamning bir ovozi bor-ku, Vuso'nikida. Vuso'ng, siz 105 turib, mushu og'zidan sut temib turgan balani guvohchilik qilsangiz to'g'ri bo'lamdi? Dialog bor-ku. Ko'rib Gülzar adammış deymanmış, naq maydanda azraq avaz doğrab bersinmi deyman. Bo'ladi. Aşta qilib beradi. Ana javob. Abay qisi hesab emasmi? Ya olay hesab emas, o degan shiyg'u edi. Unda qaysi filmdan boshlaymiz? Qaysi filmdan? Komjon doğrab bo'ldik. 100 kunlik xotin ba, Litsiya ba. Andiki yana nim batdi. Malik Xonjon doğrab bo'ldik. Shu bo'ldi, tugadamdi. Davamaymiz uni. Keyingi qilib qo'ylar. Sen to'tlikini ovoz berib qo'ydi. Hozir qahvasiga shuni olib qo'ymiz. Qag'allarni yana boshdan qo'ymaymiz. Hamma deb bo'lsak bo'lmaydi. Men kinolarni jiq anglayman dedi. Davasa qaysini kilmas? Gomirin. Lajinto. Mana men. Qarab turmay, chapsan kiringa. Ballarni uyg'otding. Yuz ko'zingiz yo'q. Sholing shama shoyin. Qopanglar, apanglar chaqiradi. Tez bo'linglar, tez. Siz bu yerda havo qilib turmay, yuzingizni yig'ing. Nima deb taqib ketgan chashlar bu? Mana. Siz o'rim yo'qashqa ballaringizmi shunda qo'rin?
Uyqum içilmayotsa. Tez bo'ling ha. Men hozir etizlik ishdan batarab kelaman. Endi siz bu bolalarga hozir qahvalardan bir stakandan qilib bersiz. Andan hozir atgan chayni damlab bolalarga qo'sqin to'yg'izib, mashliqni obdan qig'izib, yanchiqlarga qahvalardan bir qutidan selib maktabga mang'izing. Tez bo'ling. Ma'qul bo'ldi. Lekin buvang-chu. Buvang nim deb qala. Buvangni bo'lmasa men uyg'otay. Buva. Ha, deysan bolam. Qavmirin ballarni maktabga sap bo'ldi. Biz yog'ochchiligimizni qilaversak bo'ladimi? Hay, men yog'ochchilik qilsam, men qilolmaydigan bo'lib qoldim, qerib qoldim. Uni sen davomlashtirsan bo'ladi, o'xshaydi bolam. Ma'qul. Unda bo'lsa, Meyranga men o'zim deb qo'yay. Ma'qul. Siz uxlayvering. Ma'qul, men uyqumni uxlay, bolam. Ma'qul. Xo'shamsa xo'sh men mangdim ha? Xo'sh. Xo'sh, qizim. Xo'sh! Voy alamat. Nimaga vaqiraydigandir? Shahar mau. Adam bavaqo, chugidetgan xat chiqchi vaqiraydi ekan. Urun film Filmdagi qavmisida 3 qasimlik bunda mang'diqo ochdan qilma ovoz yo'q. Biz qamishmagan bo'lib qoldi Muratjon bu. Lekin payz bo'lganda. Bu dahshat yomon kelsasan, cho'ng olsang Endi tuxum gap yaxshi odam bo'lsa. Endi ko'rimsiz qiz. Litsiyani. Mindola efendi, bugünkü layalarning hammasini bitirib bo'ldim. Shundaq bo'lganda bu yilqi kirim chiqim ahvolini tafsilini yezib qo'ydim. O'zingiz ko'rib qo'l qo'yib bergan bo'lsangiz. Lekin bu bizning shirkatning oldin qayliq chiqimiga toza o'xshamayotdi-ku. Bu nim deganingiz efendi, men hamma tafsil yezib chiqqan tursa, bu doqsiz Menchi bu haqorat bo'lmamdi. O'zingizga bismillah. Menchi bu vaqtda buni yana bir qitim tekshirib bering. Shundaq bo'lganda e'longa ketgan 200 mingni yangi mal kirgizish ishlatgan 400 mingga qo'shsak, jami qancha bo'ladi? Ishqilib 80 mingni oldin olib bo'lgan. Undaq bo'lsa, bu qitimki o'zir chaqchaq sahifasiga yana 200 ming qo'shib bersin. Shundaq bo'lganda rozi bo'ladigansizlar. Bo'ladi, hayat shirkati deb qo'ying. Ular burunda maqtayotgan qizil bug'u ichimligi bek diqqat qilsin tarkibiga. Hozir qustur topadiganlar yamanchiq, uningdan boshqa yangidan chiqarib Voy, efendim, deganlarga. Buning hech qanday qo'shimcha tartiblarning hammasi tafsili kuzitilgan. Hammasi karantin qilingan. Siz bizning shirkatimizga g'alati keltiryapsiz-ku. Ey, Litsiya. Siz hozir bosh direktoringiz qilyapsiz. Sal diqqat qiling, ha? Kechiring Mindola efendi. Hayat shirkatiga ashu tuzumni deb qo'ying. Hozir ma'lum chiqarayotgan kafeniki sutiga texmo e'tibor bersin, bo'lmasa bu e'lonni qo'ymaymiz. Ajovdat deganimi nega apasin. Bunu da efendim. Bunun dinki bu saqlagan ishlarning hammasini ret bo'yicha bir taraf qilaman. Bunu da efendim, xotirjam efendim. To'xtab turing. Yana bir gap. Xo'sh. Ertadan boshlab girim qilib, sal o'xshab keting. Qanda? Chataqma. Tashma. Zikrada qanda? Shash. Zikradamni ko'rib men qo'shildim. Gulzardan adam ekan. Bo'lib olamiz. Yosh. Sen gapni belig'il deb patsama. Men chaqchaq tutsam beliq tepay, gilik tepam deb. Bek teyzi, elleri kelgan vaqtda tepib patsa. patsa. Teyzi achib ketib qolsa bo'lsa. Kim Gulzardan kichik bolani oyoqlarini esib kelsin deb quluqqa. Ana. Ko'ramayapsan meni, ha? Muratjon tag'ib. Muratjonga qarab ko'ramayapsan deb. Bekçidi maskesi. Jovda. Qasamni ko'miding'u? Ishlan ko'may turasam yaxshi ekan. O'zim haqida qo'ydim. Aka, ko'gimmi yo'q-da? Bağım yo'q mening. Ko'gim yo'q mening. Ashuni qanday deb aytish kerak? Ha? Ko'gim yo'q mening. Voy ko'gim yo'q mening. Chaqchiqi yo'q yega, bog'im yo'q mening. Deganday. Örmeni öreydi. Ha? Ha? Çörmeni çöreydi. Ha? O deb meni bu yoqqa so'raydi deb. Birdan kamigan qo'shiq degan mushta bo'ldim. birdan turib qolsin Nurali o'raydi deb. Mishada deyman. Hozir Muratkam odam boshlab kelmabdi. Lekin Gulzar adam liq odam boshlab kelibdi mening tarafimdagi odamlarning hammasi Gulzar adam boshlab kelgan odamlar. Qo'qaytda? Ya, bil idorada taqlidiy ovoz berdiganlar. Bizning qo'ng'irqin ovozini. Ben odam boshlab kelamas, sabab meni kelimdan mangishdan qo'rqudi bo'ladi. Qo'rqudi deb
Nurg'un deb kayningni masibsa qarmag'andiki jut ketganda bu qo'y. Ya Muratkan lekin bireyler bilan birlik hepsiz-ku. Ha Muborak. Muborak ya. Men edim bo'ldi. Muborak? Muborak. Ha, Aa, koreksiz. öz inanız mı? Şunaq inisi sayliq doyunda go'shaydigan inqining inisi degan. Yani O'xshaydi-ku rasmimiz. Gulbakar adamning qishida o'tiribdi. Gulbakar adam g'uljidagi dangliq kebabchi emasmi? Ay bir qo'niga bir qo'yni yutlab takir ketdi u. Texib ketishmaydi, o'sha kirgan xarida bilan. Imkonda biz bil. Kimga qilsa shu taraf qara qoldi ekanman. Abi yaqsan bu yoqni tish doktorgan ana yeni do'ttag'an. Açtamaz? Ha? Tish doktorma? Nuralining tishlarini o'rib chiqarib qo'ygan. Rastayım dangliq tish doktor. Bu qiz odat tishni tatmaydi qara. Tishingni bog'lab turdi, menga deydi seni. Ay jidal o'qiz, be xo'shma qiz. Aytaylar maxsus og'zi qurg'a deydi. Tishni test davolayman deydigan pul kelib deydi. Dangliq tish doktori. Men tish doktor bo'lib qolsam deyman. Nuralin tishini davolayanda pulni to'ldirsaman. Nuralining yiltizini tuban qart qo'ysa. Bu yoqmi ishenda doktor endi shunga o'qitadi. Ha. Bu yoq deganingiz Mening kim qizi. o? Bunda demamsiz. Leksiyaning qizi mumkin. Ve qasda degisi yo'qchimi? Bir odamni to'p bu yoqmi desam, bir ağaç o'xshaydi. Men qo'yim demiş. Zühre Kerem. Zühre adam. Şinjan Radio Televiziya İdarəsinin 174 qatnaş proqrammasının dağlıq riyasətçisi. Ay 174 ga işte uqtirish tushdi da. Mashu riyosatchilarning hamiz ko'kchash bo'linglar deb. Yo'q, bu mening patentim bu. Patnigan. Şu ayda yarışma köynegim tuyuqsizda qarşı bir xil saqının yo'tqin deydi. Amniyat ma chechim ko'kir kitmiş da ketdi. Cheki mush yaptı. Adamlar chechim buruq yüzümdeki o'qib. Atvalıqa tapqılmaydı. Ma yenandaki ma chidirni kishkagan do'stim bu. Şinjan Talba kiyim-kechak laylash tarbiyalash maktabining qurg'uvchisi. Ablat Talba efendimning ayolishi. Fatih Talba degan shu. Sizlar odatda mushta laylamsizlar kiyimni. Xeyridağı bütün o'ziga yalan qilib. Ularning loyihalariga gap ketmaydi. Alaydi loyiha. Rasululloh. Lekin men Zökra adamning ma chachlariga bizning Faruqniki saviyasimi yetmaydi-da. Satprash Faruqniki. Ya ko'rib baxmadi unda chashni. Zökra adamning ma chash yaman sade chechang sevitib o'tiradi. İpli deymamışdaqmi? Ay o degan qishliq chechi. Yozliq va boshqacha alaydi. Yazıq qizil. Har bir xil kiyim-kes bir xil rangda choch. Açtama. Pensiya. O'zgarishchan. Kiyim kiymişsiniz qanday rangda? Atran uçağın, atran. Lekin men cho'qim kesmaymiz. Ya O'chqirib. o'tganda men anglagan ana shu mavludkamlardan-chu. Men Zökra ashta qivilibdan bizning chechanlarning ko'ki bo'yaldi-da bir kun ko'k yuribdiki, atishdan boshlab asli kelyapti. Ha Mevlutkamning bo'yig'idagi choshpa emasmi? Ya mavludkamlar shu chechi yetmay beshini bo'yapti. Onun çiç işçi günü demek. Radyo söz işçiden kıl çıkıp otur. Satrashqan kirsi ta'tir o'tirib birdamas. Men qarmay o'tirib yuribdi, men rang tanımagan ekan. Biz cimoatda seni kigizingni besib turibmiz. Gullik chiqdi bu yoqqa. Xotirjam turpan deyapmamsa deyman. 90'da kigiz qalsanglar hamiz qechib chiqib ketadi. Bo'ron chiqib ketdi. Ha kigiz qalsil bo'ron chiqdi deydik emasmi? 90 chiroyliqdi aka. Tamam gömüdüm onu. Sen köymegandiki nima qilsa bundan sonra? Bir vaqtida bir sorunda o'tirib, bir akimiz udulda o'tiribdi. Muratjon, qanday ahvoling dedi. Ay yaxshi desam, biz kurashmagilimi xeyli yillar bo'lib qolibdi. Umrimni ko'rib baxmadim men seni aka.
O'sha qiziq ishlar oldu. Ayolim yomon qiziqchi. Va so'rinlarga jiq bordigan bo'lgandan keyin telefon qildi menga. Ko'msam yaxshi ishga qarabchi. Telefon qilib, "Voy, yenib kelmay, bir oy yo'qqa ketmay qarang. Yenib kelmaysiz-ku" deb telefon qildi. "O'yin topolmayaptim" deb yuravermaysan. Ögün olmadan bəzəllər bizim ögün olma ayollar. Muratga, ayolunuz chiroyliqdi ha? Ha? Ayolim mendan cho'ngmi deydi. Shimfirjonni ko'rmagandiki men qarab. Men aldab tegib oldim qilmayman. Nim ovoz tom chiqyapti-da. Nima desam? Opamdagi kuyinda qaraman. Shundoq kat kuyinda opamdagi muomala qildi menga. Shuning mendan cho'ngmi deyim men degan. Vallahi o'taveraylarmish bu. Abi sizga muborak degan emasdi. Ayollar tarafda o'tirib. Vay to'g'ri tushunding, cho'nglarning ko'z ko'rmaydi ekan. Ayolingiz chiroyli ekan. Ko'z degani pertaldashganda. Ash ko'zli urumchini yurib demasmi bu? Chiqinglar bir-biringlarni yo'tlabmi? İbrahim, men nechimiz ko'chada mangsam qo'ygan mala minjinjuga men tutar dedi. Qizil qog'ozning rasmiga belni tutib tushibdi emasmi? Bilim tushdi-da. Lekin osti chiqmabdi o da. Ya aka, o kendi o'tag'lar faqat kulmayotdi juma. Ularning nima chattig'i bor? Qo'shaqmayotgan emasmi? Hatto kulmadi. Lan burun programma qilib, mangmay turg'unning qo'lida ishlayotganlar. Men asravatman, mashaq tizil qolaman. Shunga yomon kuchavatman. Turg'un program qilsa deb, Zuhradan nurg'un odamni qo'lasi ishlaydigan qo'yibdi. Rasa, bu dangliqlar ekan-ku. Va onun ustiga bu turg'unkam odatli shirkatlar 1 yillik, 2 yillik to'xtamsizlik umrlik tuzaydi ekan. Umrlik. Yezib qo'ydi bu yo'l qog'ichada aytdi. Tamg'isimi yo'q-ku, chamg'oladi o'yiblik qiladi ekan. Buning to'xtamlari chilg'an saydak buraydi. Ya asli Muratga Gulzarada mush programlarga chiqsak, hamda har qanday bir programma qatnashib baqqanmisak bilamiz-ku, nurg'un so'g'u salomlar bo'ladi, masalan chiqqan ushliqchi. Pulga bermaydi, hamda lekin boshqa bir nimalarni olsun berdi-ku. Hamda uni buni so'g'atib qilib. Lekin bu programmamizda hech nima yo'q. Uni o'ylab xayolinglarga keltirmaysiz. Keltirmanglar juma. Bir qahvasi botirmamdi mana. Ash bir butlika. Bir butlika, uni ichib qilib o'zing Yo'q, 5 qo'ydan sotadi, hisoblab qoldi. Turg'unkam. Bulchilarda o'qamsan, mana mushunda chaqchaqni qilamisan, bu kemkech bir yerdan uy oladi. Hozirgacha ijara yetyapti edi. Kim qo'yib ketgan yotoqni kirib birdan uxlab olaydi. Yotoqni tufan qilib bir soat uxlag'ini o'qib ketgan. Bu hozir şirketi bek xosiyetli şirketga uy yo'qlar o'yib berdigan, yo'qlar xudnab berdigan. En birinchi de o'yib bersin. En mani xudnab bersin. Ya Davlatkamning xotin bormi aka? Hozir muqimmi? Qoldirib Yengam sizmi? Yengam borgan rosa. Bu siz nimda yumaloqlar. Nima ish qilding aka? Unda sen uruq tuzuq balni sen ko'tarib beribsan. Program qilganni kechib yeyapti, bal beqiyapti. Şunu qo'rqlab ketdilar bu. Qo'rqlab keldi. Yaqinda bir program qildik, ballar keldi deb. 2023 Tolpan keldi programmasi dahshat semizdi bu. Bu Nurali kelib borgo, mashada qara Zukrada. Men anchamish tetimizdan bu jiq odamni bek bo'za qilib ketdi Tolpan keldi. Voy shu to'l ishimizni so'rab. Voy aşı gepida o'sh bil. Ilqi muqim 8 savol aka. Uyingizga davandan azdırıp adamni esiga qo'shqilar tarsalmamik deb ansirab yashalar. Sen men yo'q yedi deydigan g'ayvatdan men boyadi davoldim. Gap yuz usul tuzda gap post davrmi? Sen desang bo'ladi-ki haqiqiy ahvolni, sahna ama degan, haqiqiy programmada. Biz desek bo'lmamdi deb qilinglar qolay. Bo'lamda? Ma tuzung boyadi, mana men deymiz-ku tuzunga. Unda o'tag'an. O'chonlar baringlar, hammanglar deb o'ylanglar. Birdan arama olaydi. Arama olay. Muratjon sen de o iş çağır çıkmaydı. Ma sahip mening degine qara. Nurali'ni xo'shaqs akirmiz, ech qo'ysam bo'ladi. Duhra kiraman. Jidlalan ko'zim ko'mishlar deb o'tiradi hozir. Rost dedingiz juma. Rasmi ya. Meni ech qilatsam meni ko'mak Gulzaradamni ko'tarib
Gülzar deb ne chiqib, qon davul deydi. Gülzar deb sana deysan. Her bir ayağının avazını pek yeterleyemiz cumuz. Ya aka sen kötü hiç Gülzar adam qınmay turib. Daqmaymiz. Ras ovoz bas lekin beshi degan gapim to'g'rimi xattomi? Ma o'ylaqa bakiliqi nemisi jiq, ajri jiq, puli oz bir kasb qo'yadi. Shunaqa? Uğur şu lekin Ha. bir özün yaxshi ko'rgan kasbda uning puliga qaramaysa. Ha. Men shuni dedim abay yo'q. Abay bir mo'j gaplar qilib ketdi-ku, hozir sonda menda oqchi ko'kchi deb. Ben deydim bana. Şuna şu ovoz artisiga pulni oz berib, pulni qisay deb o'zing chiqqan filmda ovoz bergizmiding degani. Ya bak. O'ng tishing bergizmiz deb. Ha, shu ishda qildim. Unda qilganing bilan Hı. sifat asldagidek chiqmaydi. O'zing ko'zlagan maqsadga yetamaysan. To'g'ri. Qanday desang, men bizning televiziya tarjima filmlarida ovoz beramiz uni. Chuqum tarjima haqqi o'rlashtirib. So'ng yandan. Ammo ma'lumki o'zi ishlagan filmlarda Hı. ba'zida sharoit, artistning sharoiti va yoki uskuna, tabiiy sharoitlar cheklamasiga uchrab, ba'zida artist rol o'ynash bilan bo'lib ketib, xarakter obraz yaratish bilan bo'lib ketib, ovozga kuchmaydigan yoki ovoz ekspres bo'lib qoladigan ahvollar bo'ladi. Shuning uning chuqum ovoz orqali bu ovoz berish hamda qaytlanma ijodiyat bo'lgandan keyin ikkinchi qatim obrazningki texnik xarakterini yaratishga yo'rtib beradi degan gapda. Men Shuning uchun- o'git qo'ygandek rost yatlabsa jumada. Mene Shuni tunugimman deb avat qo'yganmish gaplarni. qachon deding? Yo'da. Menga bu Ya ne So'zma qahvaning joni ichib qoldimi ma? Bek yaqinga qilgan ma. Yaqinaraq o'tda, yaqinaraq o'tda. Yaqinaraq. Men Yo'da. Ben bu mayaqdan o'tiraychi. Ha, mayaqaraq o'tda. Ve aldın qitim men taqatqa qechish degan filmni sizlarning ovozinglar bag'oda. Baygizdim-ku. Ashta deb men dedim-ku, ashadagi bir qopab asli ovoz ishlasanglar olmamdi deganda, unda demang. Men ovoz bergandan keyin men boshqacha o'zgaradi, sifat boshqacha kirdi. Ashu bizniki peshqadam ovoz artistlarimizning ovozi tushgan filmlar bo'lib qolsa, mening sifatini boshqacha ko'tarib yetalaydi. Bir baldoq yuqori ko'tardi. Ha, shunda qilib mush filmmi biz hargiz rolni bek payzavat tuqdimidik u yerda. Rol hamda odatkicha, lekin ovoz artistlarimizdan Jushqun Kamlarning ovozidan berilganlardan keyin men boshqacha bir xil sifat kirib, rasmiy bir xil boshqa sirtdan filmlarini ko'rayotgandek bir xil hissiyotlarda ko'ryapmiz deb shu tas qoldim o'sha ketkilar. Muratjon birdan so'raydigan savollarim bor, 8 savolim so'ralay. Açık gitip sonra. Hele qulchilik bir chaqchaqchining o'lli gapi bor deydi. Do'st bilan tutvaga yavoy, ochiq kelgan ishdan dembisi, ishkamigan moldos, diz chiqib ketgan ishdan degandek, buning ma sen degandek 8 savol. Ay 8 savoldan ayrilib qolsa bir yerda ishlaydi bu. Hozir shirkatga berishdi. Hozir shirkat. Shirkat yo'q. Voy o shirkat davagan bilan o mavhum o. Qo'rqdilar. Bularning birini zavod olmuş, 6 adam ishlaydi. Oycu, netizinin yakı radyo deyliqi Qızıl buğu bizmi deb naqshlar degan ovozini berib ketdik. Shu ashdan. Yog'immi nimanda Voy ashdan chiqqan artistlar hozir fayonda sotishadi. Ularni o qilayotgan ishlar bilan qilayotgan bir jubirning ishi bu. Kendik ishchilar bo'ldi mutlaq. Unda sen alınıp chiqsanda obrazdagi bo'lding. Qaysiqa? Mushningga. Endi buningdagi men jin qilishga tirishimanda. Ömrüngning oxirgi obraz vakil qilaman dedi. Buni dedim. Bir qon kichiklar oldimda azroq bunday gaplarda. Şu xotirjam bo'lib. Qanday bo'lyapsizlar Guljidan kelgan mehmonlar? Gulbakra xonim. Zerikyapsiz? Yo'q, yaxshi. Ana mikrofonni bekavdan og'zini buzdi. Anan bir qilg'i chattig'i yo'q. Bunda qiziq go'shni birini o'tkazib qo'yib, so'qishqin chiqib ketdi. Qo'lida 30 adam ishlaydigan qilsa. Sizga qiz gap qiling hadi. Sizdan xayr qo'l elikingizni bog' o'xshaydi. Bek yaxshi bo'ldi juma. Abiyamni o'tadi, hamda mau bayamni yaqamdi. Hamonni ko'rib turasizlar. Bak qizidi. Kulib, mush ig'izlarimiz og'rib ketdi. Bundan degan jodat inim ishlaringning texnik o'tiqlik bo'lishini tilayman. Voy, rahmat. Shundaqla Murat inimizmi? Murat inimizning tunji qatim bugun ko'rishimga meniki. Bu inimizning texnik ishlarini o'tiqlik bo'lishini umid qilmayman. Do'stim Gulzar Nurdinning shu. Ovozlaringni dattam sunadishim. Rahmat. İnim sizning shu. Rahmat dedi. Men jiqqa qilmayman adash. Sening mu imkon tez tamaqaning texmi taraqqiy qilib
Ömkan tez tamam qilgan. Ömkan guruhiga aylansın. Voy, kichik kavobxona bu buru. Ömkan guruhiga aylansın ümit qilma adaş. Hozir yo'g'nab ketdi, hozir buchu bir yo'g'ol chang'iziga bir kolonel o'tkizdi degan. Voy, ikki binani o'tirsiq qo'ydi, binani o'tirsiq tegida bir vishan mashina kirib o't kuydi. Zirlozning chiqishlari bilan. Boshqalar darajada vehshida shomar Zuhradamlar chandomay qatnashib deydi. İzlemoqchi bo'lsangiz imkonga bering. İmkan aldığını yol uçurup verirler de ben. Zuhradam bir kalma içi kirib yevit chiqdi. Zuhradam eliq manda mağdigan bir qurtu var. Pak zep kepene ko'p chiqdi. Hozir men o'taq lichinki Qo'saka. Zuhra yipak degan mucho. Hozir ujum yo'pirmoq yo'q, bosh daraxtlarning bir yerlari kirib oldi. Chaqirib qaytganda yo'lda ishkib temir tumsh cho'qlab akdi. Ezib qalarniki kekchi. Bak tok cho'qlab ketdi. Ha, meyada bakam bizning Zuhradam. Ya ezib qalı kelpilik emasmi, ezib qaladı. Muratjon, Zuhradam qanday qaraysiz? Ya 10 ko'zimni qarayman. Oturup qardı. Oturup qardı. Zuhradamning bir gaplarini anglaylik. Endi men bugün Gülzar dostumuz, anadagin Muratjon Muxtar. Shunchalik bir xil tabiiy bu programmamda yangidan yo'lga qo'yilgan, haqiqatan mushu chaqchaq sahnasi deganga loyiq şu xil elementlarning hammasi bor, tabiiylik bor, chaqchaq bor, ko'nglimizni ifodalash bor, bu yer o'zaro bir-birimizni tushunish bor. Shunchalik bir xil erkin ozoda. Eng muhimi bizga ro'yi ozodichilik beradigan mana shunday programmalarga biz yanalam ehtiyojliq. Bizga tuzumi uzun yillardan beri e'lon beryapti. Bularning mahsulotini bizmi bir iste'mol qiluvchi, tetib ko'rguchi, mushu har kunlik meniki nashtamda huzurninki o'shkisida to'g'isida talqonlari kam emas. Demak, ish qilib mana shunday bir sahnaninki vujudga kelganligi haqiqatan pek yaxshi bo'ldi. Hammamiz shuncha xush bo'ldik. Shaxsan men pek xush ketdim. Hamma ishlar yaxshi bo'lsin. Rahmat, o'tqaning kegay. Chiqib oxirida tuzoniki sifatlik yangi mahsulotlarni ta'minlashni umid qilamiz. Ko'kirib qolganlarni bermaydi. Vaqt ketdimi? Ketdi hamda bizga o'tkazib yetib, ash qumliq to'glarga yaxshi qarasizlar. Tayyor o'tlayotgan to'gining oldiga cho'pni akatmayverdi. Chinglik qilib at yeysan mana. Ay, bana uxlab qaldimi? Sen lekin putani bek yerib yetibsa, atrofda. Ko'ratimsa? Onun chiqib qolma deb yetib oldim. Bu yer bizmi aralashma ashuni bizga torttiraylik. Tutdi. Bizmi apparatga chiqib qolmaydi deb engishib bora olmasak. Shundan qaraganda Gulzar desang. Takas kezlar ishqillar. Ishqisdan o'tirdi, ishqilib jidal qachon tuga. Mushu programma tugasanki jidal tugaydi deyman. Axir aktisi deyman buna. Muratga ekran chiqib qolsa yata. O'da shunda bo'ldimi? Ya amdi deyman, hammadan birdan gapirib chiqdi. Men Muratkamning rafiqasi Muborak xonimni. Bir ishqiz gap qilishga bir. Ballarni kimyasliga olib pek. Yaxshimizlar ko'pchilik. Bugun mana huzur chaqchaq sahnasiga qatnashib, shundoq kulki chaqchaqlar bilan yaxshi o'tdik. Shu jabing bo'lgan o'zimning ustozim akam Muratjon akamniki buningdan keyin ishlarining ham yaxshi bo'lishini, tinning salomat umrining uzun bo'lishini umid qilamiz. Shundaqla ataqliq ovoz artistimiz Gulzar Nurdin adimizniki-mi tinning salomat umrining uzun bo'lishini umid qilamiz. Sizning ovozingizni televizorda biz anglab cho'ng'agan, rahmat. Sen anglab cho'ng'agan, ko'rmiding? Ko'rdik, angladik. Endi kinoni ko'ramiz, ovozni anglaymiz-ku, to'g'rimi? Kinodagi ovozdan anglagan demak. To'g'ri. Ya endi Gulzardan men Muratning naqsini anglab cho'ng'ibdi-ku. İlk bir kız gelip yölünüp darakka degende mush Gulzardan uxlab turibdi-ku. Axırda Durali sizlarning mutininglarni salomat bo'lishini umid qilamiz. Javoda sizlarning mutininglar salomat, umringlar uzun bo'lsin, ishlaringlar ham yaxshi bo'lsin. Hayot soat shirkatiniki ishlar ham yaxshi bo'lsin. Texim ko'klab ketdinglar, rahmat. Rahmat. Bek yaxshi bo'ldi degan Nurali bugun degan qolgan pulni qolgan pulni ya endi deyman shu
Muratkam ne deyman? Hozir men bu Muborakdan so'ray desam, tek qo'laysa Muratkam o'zi bir javob bersinmi deyman. Shu Muratga ko'zingiz tug'ma ochda bo'lganmi yoki orliqda bir voqealar bo'lganmi? Men tug'ilib 5 yoshga kirgan chaqda menga yollig'i deb bir kasal bo'ldi ekan, Novoyan deb qo'ydi ekan uni. Shu kasal sabablik mushu tragediya bo'ldi-da, endi deysiz. 5 yosh vaqtmi? 5 yoshga kirgan cho'nglarida berishcha endi. Bu kasal bo'lib qolgan odam ish qilib bir yeri bir qanday bo'lmay saqaymaymish. Ko'zli olgan gap bu-chu. Shunda lekin biz mush vaqt kelgicha biz vaysab baqmadik, jafo tortib baqmadik. Nima degan chaqdalikqa dunyo mehr muhabbat bilan go'zal deydigan bir gap bor. Shu shaxsiy menda aytgan shu mening uchun aytilgandakla. Shu gapchu. Atrofimda mening shundaq yaxshi mehribon, mehrga to'lgan odamlar mening atrofimda besh chiqchima, buning demak suyunima. Hatto mening naqshlarimni anglaydigan fansalar, qo'llovchilarim bo'lsin, mayli meni tunimaydigan odamlar. Masalan, misolan ko'chalardan oyoq bu yoq qizil chiroqdan o'tgan chog'ladim degan shundaq menib qolsamlar tunsin, "Voy, jiron. Yonda qizil chiroq yonda" deb degan haqlar tunmus degan ashyo o'tkazib degan shunchalik mehribonlik ko'rsatdi. Men naytimiz xotirjam yashaydigan bir insonman. Shunga deyman-chu, ilqa boshqalarning ikki ko'zi bo'lsa, mening 1000 ko'zim bor deydigan yerim shuchu. Unda desam, Javdat men o'qishga ketmayapman, so'ngkongni kinosida kel 1000 ko'zda yolmavizmasa deb. Bunda alqis ko'z chiqadi. Shu vaqtda mala umchichillama. Qarshi ko'kirib ketgandan bir suvat berasiz. Bizning programmaniki maqsadi qiradi. Mana shu hozir chaqchaq sahnasininki biz qattiq o'ylashdik-da. Qardim, diqqat qildim-ku Muratjon. Bu chaqchaqni ilish jarayonida masalan qilgandek hamda ba'zi bir kishilarda voy bulayliqningdek haqmında chaqchaq qildik-ya. Haqni ayıpini ishlab tot. Xato o'ylab olganlar shundaq. Chunki senma shu qatnash programmasi bo'lsin, nima uchun qo'lib mengyotdi deganda hozirgacha sizlarda bir xil chaqchaq va muhabbat bor-ku. Xo'shallikni sen degandek yaxshi ko'rmayman deydigan odam yo'q. Muratjonni biz chaqirishimizdagi sabab ba'zi bir ko'rmanlar masalan bu o'pirib mushta deydi ekan. Unda emas. Bir ziddiq deydigan chaqchaqni qilmaymiz-ku. Şuna başa hamda chaqchaqning go'zalligini, mohiyatini, masalan me'morlar deymiz. Mana me'mor bo'lib keldi, ular bu xapoga ish yo'q bizdan. Undan keyin yana birisi mishad o'tag'anlar deymiz. Herkes keraklikda biz o'qishtirib tushirilish emas. Sen degandek bizningki programma erkin azod o'tirib, endi men chaqirib Nurali ishkimiz chiqib o'zimiz o'yan qo'yib chiqib ketsak, men to'shib ketish mumkin. Sizlarning bu chaqchaqning ichiga akirsak, mana xonim qizlarimiz bo'lsin, masalan Leng xonim bolalar deymiz. Çoğunlar deyimiz, çaqchaqning bir güzelligini, qo'lchilik desa, aytib putuq urib o'tirgan haqqa emas. Masalan, chaqchaqning qanday bir güzelligi. Nurali ishkimiz qattiq tadqiqot qildik, bu necha yil bo'ldi? Tadqiqot qilayotgan il chaqchaqni 2 yil, 1 oy 9 kun. Tadqiqotchilari. To'xta deb biz har qaysi yurtdan faqat yurt shaklimiz qo'ymadik deb butun hammasi kelsa, bir xo'shallik topsaq deb, shundan keyin yana bir Gulzar demdek mana men ba chaqchaq biz bir o'g'illar chaqchaq oyoq o'ylandira deydiganlar borku. Mana men qilay chaqchaq demak to'ymadim. Chaqchaqning go'zalligini xonim qizlarimiz bilsin, masalan mayli qaysi sohadan qaysi millatdan bo'lsin, mayli ojiz bo'lsin, mayli yo'qsiz bo'lsin, har xil chaqchaqlarni qilmadim. Har xil chaqchaq, har xil tilda demoqchi. Har xil tilda qilmoqchi, texim kirishib shunga xo'shallik bo'lsa muhabbat bo'ldi deb o'ylayman shundamada. Mayli Uyg'urcha qildik. Kilayli qozoqchaga o'timiz. Har yilda bir. Qozoqcha qildik-ku, qaysi kun? Bir ashta 56 yil qilasiz. Qaysi kun qaskin bilan yechildik chaqchaqni. 56 yil qilsanglar tuzun to'shab bo'lamaydi uningga. Voy, qo'llayma dedi. Umrlik bo'lgan geç tunmaydi. Ondan siz boshqalar chaqchaq qilsak, qapıldı o bu deyishdik-ku, bayqa. Ba'zi odamlar işte bo'ldi deyishdik-ku. Sen menga o'sha o'zingni keltirib turib ol. Men hamda ko'may boshqalarni bir narsa deb qo'ysam, ko'zgil sami seni deb. Shunga shu uzamlar shu asos qilib turib chaqchaq qildim inshaalloh. Ya, hamda chaqchaq emas bu. Muratjonni oshirib yetganlar odamlar bor edi. Chaqchaq qilayotgani 15 yil bo'ldi. Mushu kamgacha chaqchaqni men bu sahnani hozirladim. Nimaga deganda
Chaqchaq qilib men birasi mushu kemgacha men tillab baqqan yo bir noqib baqa o'g'il bola. Yaqin aka o'tgan tillidim-g'o men. Sen tillading. Shunga mushu kemgacha chaqchaqda unda ish yo'q. Shunga o'ylaqa biz chaqchaq qildik deydiganlar bor. Lavuz paran qilganki odamning ziddiq degidi. Bunda muhabbatlik so'rindi kimning qashqisi keldi Muratcha shunda. To'g'ri. Ko'rdingmi shu ishni shu vaqtida? Ko'rdim. Ko'gidek ishlayapti bugun. Mana shu ko'zni ulab echivamig edim men ey. Bayatını Muratcan güvenciydi. To'yuqsiz mo'jiz yuz berdi deyman. Mush programmadalam ko'zchilik etsa deyman. Muratkamniki. Na? Mush kun tug'ilgan kuni qoldi. Programmaning nomi chiqib ketdi. Rost. Huzur to'g'risini umri ishimanda o chaqda. Rost juma. Turg'onga desak to'gidan birini apropas bo'ldi. Kun emib yetibdi. Muratcan Lokisning bosar. Voy nima degan sutdi gap. Quyrug'ida yuzdagi chivini qo'riydigan. Voy Muratcan imqonsiz turpanda o'zor deb. Bir vaqt o'yga mehmon kelib qilib, qiziq cho'nglarmi hal qilib chunki nima deganda bizniki meniki mundaqligimni unutib qolgan vaqtlar bo'ldi-ku. Bir kuni ishqi o'rib qoldi opam meni. Sen cho'ngib qolding bolam. Av mehmon kelmoqchi, qo'ynab turib so'yutar dedi meni. Voy endi qanday qilaman deb opamning ko'ngli yad qolmasin deb. Ular bir qo'yni ochiq qilib, put qo'lini bog'lablar, yo'g'amni qo'shqa ekan-ku. Beshini kesimdan qo'rg'ini kesibdi. Anim bo'lsa o'ydiki birasi deb. Voy bir chaqda. Ya, kesdim deb qo'ychi o'sas maravatida dedi. O'zi bir chaqda pichoqni shundoq qoldi. Qarsam akam keldi. Adam emas ekansan. Chaqchaqdan buzdigan nima ekansan? Rost. Adamni undan qilib olam dey. Voy, bu ay iligirkin ish qilib men qachonman? Kelib mushun topgan. Voy, kim bildi o Nanzigoni oldi bir odam deb turibdi-ku bu. O'zimni ko'zimdan zinay. Rost. Adam ko'zmish, men amal yo'q, chidab ketib borman. Anamni shunga turganmishni ko'rmay deb ko'zoynak taqib oldi. Turgan manqarsi bir ko'zni qisib oldi. Voy, mishkanlarning da'didam. Javdatning ayolimi ig'ray xo'pni qo'shin ko'pab zodi. Ashbal to'g'ri kitgan bo'ldi juma bugun. Balik kelib qol. Be xushal tug'ilgan bo'ldi-da. Xushkayib. Xush bo'ldingmi? Böyle Ketmey turqağı deyip bu. Turğun silahını uyudu turumuz hem deyip biz. Kimsin şirketin ekvasın deyip. Şerik çıkmayadı da. Şerik çık. Hemkarlışımız. Balan toğusu oğulup qastayım ben. Bovenden birisi köpüydü de. Ya, balla mahsulatı da işleyimiz o da şundak mı? Bozur neypunları deyip. Toğusu deyip. Şu vaxtda sen imeyip üzem yatarsın. Kulağını kotan bulmağa diye. Öyle toy qilmadim taqa. Ya toyuğunu qilmiz davatımız atay demay Gülzardan bilan chaqirdik. Mana Muratcan ba toyuğunuzni açsın. Neçin balliq o'qish naqsh etib turdi. Eslatchay. He. Mana turibdi mana turuk. He. Ya mena toyumga tajlar bulduğum bo'ldi turg'un kim. He, mashina sen at tutibdi shu kunlari. Hadicha chiqib yuzinglarni ich qo'ysin. Burali toy qildiganlar shu to'ynami guruh saqsiz chapirimiz-ku sizga. Nurg'un ashta deganlarni anglagan, lekin vaqt soatgas olmay ketmagan. Muxtarjon deydi, Muratjon deydi, ko'zimni ochiq deb to'yingni ko'rsam bo'ldi. Ya bunu almıştırıp deyse ko'zimdan yepig'ida da. Ko'zimdan ochiq. Sen to'yingni ko'rsam ko'zim eshlik ketdi. To'y xo'shallig'i bir naqsh anglamda. Muborak bo'lsin bugun to'ying baxtli bo'lgin. Xiyolingdek qiz bilan. Rahmat. Bu naqshqildiga o'rinlarni davet el turgan nagi qilamiz? Hayot sherikligiga deb. To'yingda aytgan naqshdan tayoq ketdi. Ya unda olsa birer tal naqshi anlaymizmi? Ey Muratjondanmi yaxshi naqshlardan bir tinishayli. Ha. Bir naqshlar. Bir naqshi bo'lsinmi hamda
Birer nakşa. Sen degandek bizdeki baş programda yani bir maqta olaylar programı neymiş? Nakşı var, qara usul var, çaqçaq var, azadçilik var. Nurali deb qo'shib qo'yaq. Nurali var. Ya bugün o hata ekyaptimiz. Bu ko'z og'riqlari tush doktor aka berib bergan. Sen mi tatlı? Resmen tika haklısın ben davalayma deb siz bir kadar adam davar koymadı. Şunu gözü parayını tepek. Ya qilib bulam diye. Ha, ingakka bo'ladi ki. Kulib yana tushib ketsa deydi chaqchaqqa. Ha, ingakka bo'ldi ki. İnge tushgaz tugishlik emas. Yapımız Muhtar. Muratga siz yana hayat qalsiz juma. Muhtarca now tüvenk inkan tüvenk sanglaydigan qo'ysa bir. Naqshus qo'shavos chiqadigan qiz. Unda saka Muratga qaysi naqshni aytib bersiz? Mushu chaqchaq sahnasimiş programmasiga endi men bayatın deyishib sho'qroq usulliq naqsh aytaylik desak maydon tarchilik kelib qoldi ekan. O'zim tushib ketgandek nima ekan? Men o'ynasam, işte maydonni to'shqizib o'ynayman. Men tushganda hech kim tushmas oldi ekan. Shuning uchun maydon sal bosh sharoitga asosan men o'zim lirik naqshdan birini aytib beray sizlarga. Shu. Rahmat. Ataqliq mush ustoz shoirimiz Muhammadjon Rashidin tekstiga mushu Ablekim Ablat muzikasiga ishlangan Oy chiqqan oqshom temasidagi bir naqshimiz sizlarga taqdim etgan bo'lsam. Ay chiqqan akşam oylam sen meni oydinda billa o'ynagan yarda yoki tillamsan ay o'ltirg'icha uyga qaytqilib qo'ymagan yarda yoki tillamsan ay o'ltirg'icha uyga qaytqilib qo'ymagan yarda aydın kechida sendan ayrılma tas idi yarım tas idi yarım aydın kechini tanglarga ulash bizni yoshlikqa xas idi yarım aydın kechini tanglarga ulash bizni yoshlikqa xas idi yarım Berdi tabiat aydınlı bizge aşık meşuklar didarlaşsın deb berdi tabiat aydınlı bizge aşık meşuklar didarlaşsın deb kimning beshidi ötmegen yaşlık hayat başka gap yaşlık başka gap kimning beshidi ötmegen yaşlık hayat başka gap yaşlık başka gap Çıkan akşam oylam sen meni şirin keçiler yadınga yetip ay çıkan akşam oylam sen meni
Şirin keçiler yadımga yetip meni so'rasan yurdim sig'inib aysiz tundimu seni yod etib meni so'rasan yurdim sig'inib aysiz tundimu seni yod etib aysiz tundimu seni yod etib Rahmat. Rahmat. Yettigina ustozingni. Rahmat. Bu naqsha bir aydınlığa çıkmadan bunu düşündüğün, ilk deymiz. Şu vaqtlardaki bir şirin əslimlərini bir əsıltıdığan bir naqsha hamdı bu. Şunun asasen aytib qo'ygan bu naqshani. Akam şu ovozingizdan ma bu ovoz tusi, insisi şu Abdulla akam azroq o'xshaydi, ha? Men şu kichigimdan şu ustozning naqshlarini anglab o'rgangan-chu hamda bu. Balkim şu adamningki naqshdan jiq anglag'ashqimi? Kim naqshdan qolgan bir elementlar bor. Qilish bir ehtimollik bor-chu. Men o'xshatmayman deyman-u. Meni o'xshab qoladi ekan ba'zi chog'da tabiiy holati-chu. Lekin bek chiroyliqda. Biroqlar Bek chiroyli ekan. Rahmat. Bu naqshni anglab aydın keçdi chiraqning ostida mang'an bir tuyg'u berdi, ha? Hozirgi yoshlarda nada unda chiroqlik ko'chida mang'an ish. Unda dabbagidan ularda mashinada olmag'an. Tasavvur qilamisa? Mashinada mashinada deb o'zgarsak. Voy, köyge. Ko'rish deb da'vating Nurali seni ko'nglingda men tutqunim jiqay. Ya da amda Gülzar adam kelsinmi? Gülzar adamdan bir atan naqshanlamdiq. Ha, mayli. Bo'ldi. Obay Eliq tog' bag'riga yo'langan jinglar. Naqshini bayatdan hamda baysin dedik-ku, men Naqsha. Avazchi, naqshini naqshchaysan deyishdik-ku. Naqsha desangiz, deyman deydi qo'shiq. Mayli, sen nima desang bugun sen chaqagan ekan. Shu nima desang shuni qilamiz. Bak qilib fikirbaga ya emas bu. Naqsha aytib beray, ammo ko'rinishga olmasang mayli, jumi? Yo'q, ko'rinishga olamiz. Bunda bo'lsa biz chiqib turaylik. Tugidi deganda kiraylik. Tippa bir naqsha bir naqsham batda shuni aytib beray deganligin sen ko'rinishga olmaysan. Yo'q, chinchonda aytib beray. Abay qilib aytsam bo'lamdi-ku. Qabayqi. Abay siz ko'zni qo'ydim-ku. Ikki naqshni anglab ya. Bo'ldi, tamamen bo'ldi. Tamamen bo'ldi. Qaysilarimni aytib boqaymi ya? Birisi oldi etganini ayting oldi ikisini. Yala kelib baqdi yey. Mana. Etini bağlab yatdı yey. Degan ne? Kelib baqdi yey. Etini bağlab yatdı yey. Edigam bak. Edigam naqli yey. Saqlab yatdı yey. Edigam naqli yey. Meni saqlab yatdı yey. Bo'ldi-mi? Voy. Oldu mu adam manqiraysız o. Dumbaqlan veşi geldi ya. Shundaymi? Ya bu Muratga müzik çağızımızda bağmaydigan boldik hamda. Muratga aydan keçdi, mağamız dedik ya. Bak Gülzar adam yatırdılar. Seni bağlab da burun programlar ovoz berishdi, burun chorva ishdimi deyman. O'zgartib aytamsiz ya, uzun olgandaki yala kelib baqda tuygini bog'lab yotdi. Ya bu Muratkanның ovoz do'rash nurg'un qobiliyati bor ekan, ha. Dumbaqnimi veşi bir quvvat. Talantlarni ko'rmagan, ko'milib qolganda. Aka gitar chala olamsiz? Ya, gitar chalamaydi. Mushu og'zingiz chala. Azmuncha do'rashda muncha bir. Ya mush talantingizni bir ko'rib boqaylik, aba Dilshod akamning ovozini oldi, qanday undan boshqacha. Bir odamga bir ta'sir qilmasa, naqshini do'rug'isimi kelmaydi-ku. Bizga ta'sir qilganligi uchun biz bola vaqtimizni anglab, Abdulla akamizning, Dilshod akamning, Umarjon Alim akamizning naqshini anglab cho'ng'ashqa ta'sir qilgan. Bir naqshi bo'pti, taklim akan deydigan. Qarvan degan. Shuni aytib beray ya. Bayqadak reverbni ozroq berasiz, ha? Şirin gördüm tekli makanda peyda buluptu
bir g'oyib ana kengri alemiga tarab ketgudek uning ovozi oltin kuldurma. Ovoz degan bayadi ba. Rahmat, Da rahmat, feyzi deyman. Ma ovozdan chingchang alsa boshqacha bo'ldi ekan. O'ziga demam shuni. Men davatma. Meni ko'ramayki, san ketyapti ko'z. Xonim deb tursa, men gaplashaymi degan bu yerda. Gaplashing. Bikomadan bu yerda. Gulzarda sen operat etganda aklamdiq ya. To'xva ishgan sir uyqusi keldi ekan buniki. Qilib necha kun bo'ldi sizlar mening o'tirib gap to'shib, hadangi deb qo'ya deydi, oqib akongga deb qo'ya deydi, ish qilib, sarang qildinglar. Ada enkin chivon qunapti. Yo'q. Yo'q, benji qildigan ya u. Qancha. Gulzar xonimniki uyqusi kelib, mening işte bir ko'zimni uyqusi kelib. Programmamiz chaqchaq va uyqu. Chaqchaq ben. Men uruqlayman deb shundaq nim qilib yurgan vaqtlarimda og'in bolalar ishdan qildi. Tomoqqa tuli berib qolamiz, so'rinlarga tomoq yegilib berib qolsak. Men kechki tomoq yemayapman. Sen tushib oldi deb yuz-yuz qarang. Amaliyot kechib ketgan emasmi? Tomoq ma'u deb yuz-yuz emasmi? Ba'zi so'rinlar tanqich o'tirmiz bugun deb, qachon tong ota deb. Aşağıda cıkıt kızı tut nakşlançı, tanıtçı oturmuz deb. Tong atmadil deydi, eti yurdi ekan men nakşlanı. Onu şuna qargan bu Muratkamni bir aylik bir kunlikda papirilib olib qo'yish. Gulzar aka. Bir vaqtda bunu tatib oldim Nurali. Ha, tatib. Ha? Tatiga. Çağırak tata üstüge. Bir restoranda ishlayotgan vaqtimizda u ham qiz bolamiz, shunda amraqdi menga. Ha, joz o'tasam, choy qo'yib beriblar, enimga keliblar, keyin tarafimga o'tib ko'zimni shunday etib oldi bu. Hakima. Deydi. Afkamay men ko'rmagan oldim o'tib men kim desam tugimidimi? Izzat atib ketdi qiz bolam. Akamasini unda qo'yilmabdi men deydi. Demek etrafımdaki bazı tanışlarımız olsun, mesela sizlerdek, mesela çakçak deysizler o, bizge müşahalatlarımızda unutuldurub atılgan ağillerimiz var. Şu adaş. He, biz mi unutup gittimiz bazı çağda ağiller degen bizge yetersizliklerimizni çandırmay, bilindirmey, hatta şu eğizgimi almay, şu sizlerge okşaş bicirim alettikilindek alette bizni şu yeni epnim kıldıgan, himaye kıldıgan atrofimda ağillarimiz yig'chi. O amaliyotda aka ularning unutildirib aytgani emas. Sizniki iqtidoringiz bo'lganlikdan siz unda ko'rinmaysiz boshqalarga. Rahmat. Bisib ketgan iqtidor yo'q. Rahmat. Unda bisim yo'q. Yo'q, rahat qo'yib aytgan. Men shu psixikasini rahat birinchidan shunda bo'lg'ashqa men shaxsan hozir normal bu unda narsani har qatim o'zi bir eskartmasa, meni kallam kirib chiqmadi. Shunda normal chaqchaqlarni qilib xuddi normallam hamishlarda Әмді уму herkes kemçilik emas. Nakşıda melik özünü bir xil faqat kemsitmeydi. Ayalığa daydı toykun eylik gözleringe bir qarab. Aşını itip bu mayak qarab özü. Çaq baylandırıp kemar. Estağfurullah qo'sh. Ben çaq neymiş? Ya Muratcan'a abay dedim go. Dunyoga ko'z bilan emas, qalbi bilan qaraydi. Yurki yo'riq o'g'ashqa dunyo yo'riq bilinadi. Shunga. Ha, bunda gaplar yeri bor. Qaya qarab turaylar, o'z deb qo'ysin deb qo'y, Gulzarda yana bir. Yo'q, gap bir qitim. Shunga deyman, shu iqtidoriy besib ketadigan ba'zi vaqtda. Ba'zi vaqtlar og'illarim deb qo'ydi-chu, bir vaqtda bir og'inamni ish chiqib kelib, mashinani oshqishini tashlab qo'yib chiqib ketdi. Nima qilib bunda desam, birisi yo'lni to'sib yotdi, mashina yo'tkappa deydi. Yo'tkappa deb, "Uy, hopla, rostdan shunaqa" deb chiqib oshqish. Şu aşının özü, men bu mesela Muratkamni men to'liq amdaylik bir paranlashib qilib baqmadik qo'y, amda tushunmayman qo'y bak. Tushunib ketmaymiz, lekin mana o'tdag'inimiz bunda ravurs bir paranlash qilmizmi shu, uningdan burun biz uchrashib baqqan. To'g'ri. Ha, uchrashib ko'rishib baqqan, lekin bunda fursatlar bo'lmagan aka. Maqitdim ko'rib, men shunda rahatlandim-da hisobda. Menga chaqchaq orqali javob qo'ydi. Adash, mana Urumchiga huzur chaqchaq sahnasida bir program qilgan. Shaxsan men sening naqshlaringni yaxshi ko'rmadim dedim o'ziga.
Sen kelib qatnashmagan bo'lsang, sen bo'ladi adash, men seni bir ko'rib kelay deb boshladim keldim. Mana Nuralining tunji ko'rgandek bo'ldim bugun buni. Gulzarda sana ko'p rahmat juma. Shunda qilib bugungi programmamiz bek pokiz bo'ldi, ma'nilik bo'ldi-da. Shunda bir payza ham biz bir chetdan ziyorat, ham ishkilanlarga cho'nqur hurmatimiz bo'lganlikdan chiqqanlarni birla vaqt chaqirib qoldik qada. Yo'q, rahmat. Aka, Muratjon bilan mana tunji menda uzun paranglashishimizga ham desabdi, undan burun ham ko'rishib turgan faoliyatlarda. Tunji qayta menda tushunish hosil qilib qoldik. Bundan keyinmi bir sanalarda uchrashib qolsak, texmi bir boshqacharoq yaqincha bir munosabatlar bo'ldi deb qarayman Muratga. Rahmat. Bizdek inlaringizni davomli qo'llab turishingizni, davomli mushta ish ishlab qolsa, tang hamkorlashib turishimizni umid qilmoqqa. Rahmat. Cho'lpon keldi, chaqirdigan bo'lding-ku? Chaqirgan bo'ldik. Huzur chaqchaq sahnasi kelganliginglarda shunda qo'shildik. Bizdan chaqirib chiqish maqsad Nurali ishimiz bu o'qishib bilish, keltirib bilish emas. Alohida kishilarni chaqirib, ularning chiroyiga qarab o'tirishni loyiq ko'rmaymiz-ku. To'g'ri. Sizlarga o'xshash chaqchaqni tushundigan, qo'shalliqda shu chaqchaq tang huzurni oladigan kishilarni shunday chaqirib, sizlar bilan kulishdik. Ma programmamizdan bu so'rash bosqichi. Mana men bu nayt xo'sh bo'ldim buguncha. Nima degan chaqda nurg'un ustozlarimiz va nurg'un cho'lponlar bor amaliyotda. Shularning ichidan meni bo'libmi bizni cho'ng sanab shu programmaga chaqirganlardan biz naytimi xo'sh bo'ldik Javdat. Rahmat sizlarga, rahmat. Endi biz ma programmadan keyin hamda buningdagi jamiyatda masalan o'tirib Nurali ishimizning o'tirlig'ida o'tirib chaqchaqda o'zining irodasini sinab boqadigan nurg'un kishilarni chaqiramiz. Sizlarning bugungi azoblanish haqqingizga bizniki hayot shirkatiniki huzur qahvalari. Açıq kelgan qahvani to'plab qolsin debsizlar. Lekin yana birisi o'sha bizni o'ylab ralluga vaqtlanlarda shunday qilsada ash rallichilikni bosadigan shu huzurniki to'g'isi o'chki qarshiliklardan berimiz hamda. O'chkilik ma'raydigan. Lekin yana birisi kunda atligini Turg'un apandim bir oygacha sizlarga bir xil ruhiy tasalli berdi. Ishkisi xato qilib qo'yibdi deb. Ballalarim kichik. Qancha eshik? Qancha eshik? Mayli ay zavoddan 10 ming savat chunki bir yurish degan kelib o'tkazib yetdi. Bu cho'lponlar degandan bu qancha eshik nechta ol deb sanab turib oldim. O'rgandik bizmi sendan? Qanda? 8 savol deb. Men mos o'rgandim sanashni. Bu hayot shirkatining boshida bir berishdi, bir eshik beramiz. Lekin 30% bor. 70. Men bu iyadilar. Menda aytalaym. Biroq Muratjonning uyi jiraqam 90 vaqt uchib ketmagaydi u. Yengil berib qo'ysa. Yo'q, keyindan sapirmish. Bugun kech Turg'un o'zi olib birib o'tdi. 90ga borgan bir ish vaqtda. Xotirjam bo'linglar. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi programmamizdan endi vaqt qistab qolganlik sababi bilan mishada oxirlashmoqchi bo'ldi. Rahmat. Sizlarga rahmat. Rahmat. Sening programmang texmi javlan qilsin. Rahmat. Muratjonning kuylari to'xtab qolmasin. Rahmat. Javdat degan ism bu Chovdan degan yaqin kelgan-a? Yo'q. Asli Uyg'urcha Yovdat deydigan. Qozoqcha Javdat deb qozoqcha ismi. Uyg'urcha Yovdat deb chaqasam. Chaqchaqlarim texmi avdik chiqartamjimi? Texmi qizsin. So'rlansin. Hayot shirkatining ishlari texmi ro'naq topqay. Endi mushundan to'xtab qolasizmi yani? İşler texim peyzoğayım. Ya şu naq maydonda to'xtam tayyorlab qo'ysa qopti bizcha. Biz naq maydonda qo'l qo'yg'iz oldigan. Deginimiz bilan sababmi? Yo'q, bizcha biz xotirjam bo'lamiz. Zuhra adamni bo'ldi-kin, radiodagi, televizordagi e'lonlar bayram qilamiz. Ko'p to'xtamdan birini tayyorlab. Salomatlik, xushallik yar bo'g'ay. Rahmat. Hayot shirkatining ishlari yaxshi bo'lsin. Bundan keyin ishlaringlar yaxshi bo'lsin. To'qimi boya degandek izchillikni endi Ma'loni kechirim so'raydigan bosqich. Izchillikni qo'l keltirishni umid qilib chiqib. Ko'zim tegmasin sizlarga. Ovozim tegmasin sizlarga deb qo'yaman men bu. Ko'zim, ovozingizga ko'zim tegmasin. Rahmat. Rahmat. Mening qizimning hozir ko'ngil so'g'isi va addiy bo'lsinmi? Kimga? Sizlarga, bizga. Voy, nimda qo'y, rahmat. Voy, rahmat. Voy, rahmat. Voy, hada, qo'yibsa, rahmat, rahmat. Bo'l balam, menga atmasingizmi? Rahmat. Voy, rahmat. Rahmat, ha. Voy. Bu pionrovkada. Shundaymi? Voy, rahmat, hada. Sizga lastik. Rahmat. Voy,
Voy. Voy, rahmat edi. Rahmat. Rahmat, ham avar qiptimiz. Rahmat. Rahmat. Voy, rahmat. Voy, bak hoş olduk, bek Rahmat. Ey, rahmat, xo'sh bo'ldik Gullarga. Ben bak hoş oldum. Sizlarga Zöhrədən başçılığındakı meşə Gülbəkrədə sizlarga hammanglar hoş Barliq buldum. atlarga rahmat. Hammanglar suyundim. Ben çaqçaq qilib hamda shaxsan Mandan aslan apaqmagan. Ben adet rəx bir nimlarga ishlab baxmagan. Ben yaman hoş oldum. Bir xil hayajonim basamay qoldim. Mana ichida 100 qo'ylar bormi yo'qmi uni satimiz. Hamda men çaqçaq qilib hamda G'uljida nurg'unlagan ish qilib bir san'atkor deymiz ya chiqib ya bir yilda bir naqsh yetib yo'miz bir etut bilan tonilib ketirgancha ko'pga. Men tonlamadim edi. Men tonlamadim. Demak, shu munosabat bilan men ota-onamga, meni qo'llagan uydagilarimga, qarindoshlarimga, manga necha yildan chavaq cheyotgan har yurtdagi xalqimga, uningdan ayolimga, shuningdan mushu chaqchaqni sahnaga elib chiqish uchun bizga alayda kuch qo'shgan Turg'un og'aynamga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Nurali ukam, sanga rahmat. Hammanglarga tashakkur. Rahmat. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Anam boyliqim ham barliqim. Bana geldin. Kızım, geldiniz mi? Mushundaq baxtli minutda vaqtning o'z joyida to'xtab qolishini to'liq orzu qilaman. Huzur to'ygi suti atgancha yedingdan onamning mehrli hidini topaman. Huzur to'ygi suti atgancha Ha, Javdat, chaqchaq sahnasiga tayyorliqmi? Endi oldirmasam kechikma. Ha. Kechda qaytashingizda bolaning zakisga kirishni unutib qolmangmi? Albuaqni deysan-ku. Qiziq gap qildi ekansiz. O'zimizning bolasi bo'lganki, yaxshisini ishlatamiz-da. Uning ustiga albuaqning yaxshiligini kim bilmaydi deysiz? Bilaman. Menim albuaqning zakisi cho'qqanda gap qilsana. Ma'qulansa.